Hurmatli faxriymiz, Ro'ziboy ota, ekipaj va samolyot parvozga tayyor. Ekipaj komandiri kapitan Turdiyev. Assalomu alaykum. Chotki. Sekin olib kelaman. Rahmet prezidentimizge sağ salamat oynar kılasın. Sağ salamat olsun. Ayşe çakan yivere. Şirin kipçek. Prezidentimizge mi rahmet? Kattı rahmet. Munosabati bilan Ikkinchi jahon urush qatnashchi 115 yoshli Sattorov Ro'ziboy ota Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanida joylashgan Xonobod aerodromida C-295 rusumli samolyotda parvoz amalga oshirilgani munosabati bilan taqdirlanadi. Endi otaxon haqiqiy uchuvchi bo'ldi zerda mana. Ana voy. Otaxon endi haqiqiy uchuvchi bo'ldi mana sizga. Tabriklaymiz. Bo'ldi. To'g'riga qarab.